alaykum. Xush kelibsiz. Rahmat. Siz familiyangiz nima? Po'latova Gulchehra. Po'latova Gulchehra opa. Operatsiya qachon bo'lgansiz? 8-dekabrga 2024. 2020. Ha, 1 yil bo'libdi-da. 1 yil ba'zan birga kiramiz, xudo xohlasa. Xudo xohlasa. Sizda endi mana operatsiyaga 1 yil bo'lgan bo'lsa, o'zingizni his qilishlaringiz ham yaxshimi? Ha, yaxshi. Umumiy holatingiz hammasi yaxshi. Yaxshi, Allohga shukr. Bu yoqdachi operatsiyadan keyingi shifokorlarni yoki hamshiralarni yoki shundan qaysidir odamni sizga bo'lgan munosabati yoki sizga bo'lgan mehribonchiliklaridan agar esingizda qolgan bo'lsa aytib bera olasizmi? Ha, medsestralari shunaqangi mehribon, mana shu aditi ham ancha yordam qilganlar, doktorlar hammalariga katta rahmat deyman. Boriga shukr, shu tufayli biz mana yangi hayotga qaytdik. Boriga shukr yetkazganiga. Hammasidan xursandman. Shinon kompaniyasiga minnatdorchiligimni bildiraman. Va Zarfaxon, Gulyaxon hammalari so'rab turishadi doim. Minnatdorman boriga shukr bilan. Operatsiyadan 1 yil o'tgan bo'lsa, hayotingizdagi eng katta o'zgarishlardan qanaqalari bor? Nima o'zgarish bo'ldi va qaytib keldingiz O'zbekistonga? Yashab yurganda ba'zilar aytdi mana oddiy kichkinaroq narsalari endi o'zi sog'ayib yana bir marta hayotga qaytgandan keyin katta narsadek ko'rinishdi. Albatta. Oddiy kichik narsalarni ham ko'proq qandaydir qadriyati ko'paydi deyishdi. Sizda qanaqa o'zgarishlar bo'ldi? Menga ham xuddi shu hamma hatto aytganim, doktorlar 2 oy umri qolgan, ulgursanglar deb nima qilganda, shunga yana qayta shu nafas olib turganimga, mana shu yetkazgan har bir tongga ertalab yurishga chiqaman, har kun mana shu kun olayotgan nafasimga, har kun mana shu ko'rgan tongimga shukr qilaman. Xursandmiz sizni sog' salomat holatda ko'rib turishga. Rahmat. Borlaringizga shukr, hammalaringizga. Siz jamoamizni tanlashga misol baribir oldin shunonni bilmagansiz. Albatta. Qanday qaror qildingiz? Endi shuni qarshi infeksionisiga yotganman. Shishib, ko'zlarim sarg'aygan, men apparatlarga nimalarga tushiryapti, jigaring soppa-sog' deyapti. Hech narsa senga yo'q jigardan deyapti. Shuning achchig'im kelib qolganda shunga doktorlardan, ba'zilardan. Yana kelaman, men doktorman, ahvolim yaxshi emas. Keyin Samarqanddan bir professor opani tavsiya qilishdi, shu kishiga bordik. Endi nimalarim, yaqinlarim men bilan birga borishganda menga ular aytmadi, yomon ahvolgaligim. Bu turish qanday olib yuribsizlar? Uje devorigacha yetib borgan xotir degan ular. Keyin Buxorodagi doktorni ham ko'ramiz dedik. U yoqqa bordik. U kishi ham seni 5 kunga tuzataman dedi. Akamlarga aytgan ahvolimni. Izlangan. Shu operatsiya qildiraman degan akam. Shuni har yo'l bilan men saqlab qolishga harakat qilaman. Nima xarajat bo'lsa ham deb. Alloh qo'llasin akalarimning umriga nima bersin, Xudoyim barakasi deganman-da endi. Farhod aytdilar. Men opa dedim, ahvolingiz qanday? U kishi Hindistonga shu payt. Opa dedi, meni ham dedi borimagan, davolanmagan joyim qolmadi. Oxiri mana shu ahvolga keldim. Opa nima qilsangiz ham keling, she'r yaxshi, men tavsiya qildi yaxshiligini. Shu kishi. Keyin Shinondan Gulyo opa bilan topishdik. U kishini topib, nomerlarini gaplashdik. Ayni o'sha bizga kerak vaqt doktor Mukul o'sha yoqqa bo'ldilar konsultatsiyaga. Biz bordik ko'rikka, keyin operatsiyani aytamiz, tarjimonlar, kutib olishlar, hamma narsaga rahmatlar, minnatdorchiligimni bildiraman, cheksiz. Ayniqsa shu doktor Vivek Vichjanoblariga ham, mana shu Shinoni rahbariyatlariga ham, hammalariga minnatdorchiligimni bildiraman. Sonda borganingizda mana aytib o'tganingizda tarjimonlar dedingiz. Tarjimonlar bilan bo'lish qanaqa qulayliklarni yaratar ekan? Shular ham bir aytib o'tib ketsangiz. Tarjimonning o'zi borligi qanaqa qulayliklar, qanaqa yaxshiliklarni? Yaxshi, albatta tarjimonlar nimalari, xizmatlaridan mamnun biz, juda yaxshi. Shu biz mehmonxonaga bo'lgan vaqtimiz ham nimadir so'ramoqchi bo'lsak, bilib nima qilib berishgan hamma narsani. Tarjimonlari ham borligi ham ancha qulayliklar yaratgan. Xursandmiz, rahmat shularga ham. Rahmat katta. Rahmat. Juda ham xursand bo'ldim. Sog' bo'ling, borlaringizga shukr, hammalaringizga. Alloh qo'llasin, martabalaringiz hammalaringizga ulug' bo'lsin bundan ham. Aytganingiz kelsa rahmat katta. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling.